Assalomu alaykum azizlarim. Bugungi ochilimimiz mavzusi uchinchi shaxslar o'rtadan chiqadi. Bu haqda juda ham ko'p videolar tayyorlayman, lekin yana qayta shu mavzuda ochishimni so'rab murojaat qilishadi. Birinchi va ikkinchi kartadan bittasini tanlaysiz. Buni ustiga yana 3 tadan karta qo'yaman va ko'rib chiqamiz uchinchi shaxslar o'rtadan chiqadimi. Xo'sh. 1 2 3 Xo'sh. Ikkinchi pozitsiyani chetroq qo'yib qo'yamiz. Birinchi pozitsiyani tanlagan insonlarimiz uchun uchinchi shaxslar bilan o'rtalarida bu uchinchi shaxslarning kirib kelishiga o'zi sababchi bo'lgan. Bu siz aqlingizdagi kishini atrofidagi insonlar bo'lgan ekan. Yaqin orada uchinchi shaxsi chiqishi ko'rinmayapti, lekin o'rtalarida nizo uyg'onishi ko'rinyapti. Ya'ni kelishmovchiliklar, boshqa bir narsalar uyg'onishi ko'rinyapti hozirgi birisida deyapti. Uzun vaqt deyapti. Bu siz bilan bog'liq karta juda uzoq vaqt deyapti. Aqlingizdagi kishiga juda ham sog'lom, sadoqat bilan, ayricha sevgi bilan yondashib anaqa qilgan ekansiz, lekin afsuski uchinchi shaxslar hayotingizga kirib juda ko'p narsalarni buzibdi ekan. Lekin aytayaptiki, aqlingizdagi kishi bilan deyapti, yaqin orada, masalan, uchinchi shaxslar o'rtasida bo'lishidan qat'iy nazar deyapti, yaqin orada sizni u bilan uchrashib, yuz-yuzga, ko'z-ko'zga ko'rishib, gaplashish holati bor bu yerda deydi. Xo'sh, ikkinchi pozitsiyamizni tanlagan insonlarimiz uchun uchinchi shaxslarni kiritgan dushmanlaringiz. Xo'sh, zaten deyapti, siz aqlingizdagi kishi deyapti, bu uchinchi shaxsi juda ko'p dilozorligidan ozor chekib, nima deydi? Allaqachon voz kechishni xohlayapti deydi va siz tarafga yurib keladi. Bu kartamizda uchinchi shaxslar osonlikcha chiqmaydi deyapti, lekin aqlingizdagi kishi siz tari qadam tashlab, ortiq bu uchinchi shaxsni chiqarishga harakat qilish holatlari bo'ladi deyapti. Aytayaptiki, siz bilan bog'liq kartada sizni hayotingiz yaqin orada o'zgarishi deyapti, oyoqqa turishingiz deyapti, qandaydir yo'llarga chiqishingiz, sizni muvaffaqiyatga olib borgan yo'llardan yurishingiz ko'rinyapti. Ya'ni uchinchi shaxsi bu inson hayotidan chiqarishini kutib o'tirmang. Shundog'amchi, chunki sizni hayot yo'llaringiz toza, kimgadir ehtiyojingiz yo'q, kimnidir e'tiboriga ehtiyojingiz yo'q deyapti. Nabrotiga, bu uchinchi shaxsi hayotidan chiqarmasa, siz o'zingizni hayot yo'llaringizni davom etib ketadigan bo'lsangiz, juda ham katta imkoniyatlarga va baxtga ega bo'lishingiz ko'rinmoqda bu yerda.